Assalomu alaykum qadrdonlar. Men shu bansaga kelib sog'lig'im to'g'risida keldim. Ancha yaxshiman. Davrim oshib 180, 170 bo'lib ketardi. Shularım normada bo'lib qoldi. Ich qotishlar bor edi. Ichimda ham siydik yo'llarda muammo bor edi. Shularım yaxshi, ancha yaxshiman. Bir oy deganda yana keldim. Vrach tizimiga. Yaxshi, hamma joyim o'zimda o'zgarish bo'ldi. Amin. Shu ukamlarning Xudoya hamma ishlarini omadini bersin. Shunday yaxshi ko'rib qoldim. Ukam deb Sog' bo'ling. Ukam deb nima qilaman. Shunday qachon kel desa kelib turaman shu yerga. Sog'lim o'zim uchun. Xudoya ota-onasi rohatini ko'rsin, bolalarning rohatini ko'rsin o'zi ham. Xudoya hojatlar bo'lib yursin. Sog' salomat yursin bizni vaqtimizga. Allohu akbar. Siz ham sog' bo'ling, charchamang. Rahmat, sizni shunday o'g'il o'stirib qo'yganiga rahmat ota-onasiga. Hamisha sog' bo'ling, ilohim.